Hech qanaqa hazillarsiz Kukurelladan hammamiz uzr so'rashimiz kerak. Nimagaligini men sizga hozir aytib beraman. Avvalambor, agarda sizga ham futbol haqida videolar yoqadigan bo'lsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bilasiz, bu o'yinchi o'zining noodatiy sochi bilan ajralib turadi va ko'plab futbolchilar uni o'yin davomida tortishga yoki uni g'azabiga tegishga harakat qilishadi. Ammo bilasizmi, Mark deyarli 90% bunaqa vaziyatlarda xafa bo'lishni o'rniga faqatgina kulib qo'yadi. Va endi uni tarixini shu futbolchilar biladigan bo'lsa, menimcha shu qilgan harakatlaridan ancha-muncha afsuslanishlari mumkin. Qarabsizki, uning o'g'li autizm kasaliga ega ekan va bolasi uni televizorlarda ko'rayotganida boshqa futbolchilardan ajratishi uchun u sochini shunaqa tarzda o'stirgan ekan. Undan tashqari, u Real Madridga pul uchun yoki mashhurlik uchun emas, balkimda jamoa uni o'g'liga yaxshi sharoitlar qilib bergani uchun o'tib ketgan ekan. Endi bilasiz, u aslida Barselona akademiyasidan chiqqan. Ammo ota o'g'li uchun albatta hamma narsaga tayyor. Qisqacha bu hikoyani eshitganimdan keyin bu o'yinchiga bo'lgan hurmatim chinakam oshib ketdi. Agarda sizda ham bo'lsa, bitta like bosib keting va albatta barcha Barselona hamda Real Madridga muxlislik qiladigan do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.